Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun akademik podkastimizni 14-sonida ustozimiz Dilshod Mamnunov bilan suhbat olib boramiz. Ustoz ana yoshlarimiz o'zini qattiq ko'rsatmoqchi bo'ladi. Tezroq katta bo'lgisi keladi. Endi buni oldini olish, urishish, tushuntirish, o'rgatish usuli bilan bo'lmaydi. Chunki bola ongli bo'lgandan keyin bolani oldiga shunday tanlov qo'yib qo'ysangiz, uning uchun ishlab bolani ma'lum bir darajaga yetkazganingizdan keyin oldiga qo'yasizda tanlaysiz. Bola sizga chekmaysiz. Boyagi bola ongli bo'lib yetilgandan keyin o'zi ongli ravishda chekmaslik deydi va hech qachon chekmaydi. Ota aytganimda men boshqacha odamlar toifasiga kiryapman degan fikr bo'lgani uchun shuni Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun akademik podkastimizni 14-sonida ustozimiz Dilshod Mamnunov bilan suhbat olib boramiz. Ustozimiz 20 yildan oshiq psixologiya sohasi bo'yicha, pedagogika sohasi bo'yicha, shunday sog'lomlashtirish, oilani mustahkamlash, oila institutini tashkil qilish kabi sohalarda xizmat qilib kelganlar. Men bu kishini shaxsan ko'plab darslarni, video darslar ko'rib, o'zim uchun kerakli xulosalarni olganman va ko'plab o'zimning do'stlarim shunday qo'llarga tahsil olib, hayotda katta muvaffaqiyatlarga erishishgan. Xudo xolasa bu ko'rsatuvimiz siz uchun manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz. Albatta bu videoni oxirigacha ko'ring va siz uchun muhim bo'lgan savollarga javob olasiz deb aminmiz. Assalomu alaykum. yaxshimiz. Allohga shukr, bizni qabul qilganingiz uchun va ajratishingiz uchun katta rahmat. Va bugun psixologiya derkanmiz, bevosita farzand tarbiyasi bir dolzarb mavzuga aylanib psixologiyani hammamizga bugungi 90% masalasi shu farzandga yozib qo'ygan masala. Ustoz. O'zi aslida suhbatimiz davomida boshqa mavzularni ko'tarmoqchi edik, lekin favqulodda bir savol tug'ilib qoldi. Boya keyin ketishimizdan bir soatcha oldin bir savol qo'yildi. O'smir yoshligiga, 16 yoshlarga sigareta chekish holati kuzatilgan ekan. Otalari bir muhim joylarda ishlaydigan inson, muhim shaxslarni oldiga aytgan, misol ko'rgazib ko'rgan, maslahat berib qo'ygan, yaxshi gapirib qo'ygan, lekin o'zgarish bo'lmayapti deydi. Ustoz ana yoshlarimiz o'zini qattiq ko'rsatmoqchi bo'ladi, tezroq katta bo'lgisi keladi, muhim bo'lgisi keladi va o'zi bilmagan holda boshi berk ko'chirib yomon odatlarga shular bilan qanday shug'ullanish kerak? Nima qilish kerak? Endi bular bilan o'zi sigaret chekish, ichish, keyin mana hozir keng tarqalgan biz bularni o'ziga xos bir yaxshi bo'lmagan odatlar deymiz, zararli odatlar deymiz. O'sha chekish, ichish, o'yinga berilish hozir juda kengayib ketdi. Chekishchalik mast o'yinga berilish undan battar zararli. Masalan, chekish unchalik emasda. O'yinga berilish juda xavfli. O'yinga berilgan odamlar ko'pi o'zini o'ldirib qo'yapti. Katta qarzga botib ketyapti. Atrofdagi oilasini qarzga tashlayapti. U juda katta masala. Hatto o'sha masala bilan biz ishlayapmiz. Shu odamlar bor, ishimiz ishlayapmiz. Endi chekish, ichish, keyin o'sha narkomaniya, o'sha zararli odatlar hammasi shu bir toifaga kiradi. Endi chekish ularni ichida go'yoki eng unchalik zararli emasdek ko'rinadi. Lekin hamma narsaga qadam o'shandan boshlanadi. Demak, o'sha boshlanishidan oldini olish kerak. Endi buni oldini olish, urishish, tushuntirish, o'rgatish usuli bilan bo'lmaydi. Chunki odamni chekishga kirishi, chekishni boshlashi tabiiy aytganingizdek o'rtoqlari bilan, o'rtoqlar bilan suhbatdan yoki o'rtoqlarning ichida bittasi chekarkan, shunga chekishni taklif qilibdi deb aytamiz. Lekin aslida chekishni boshlashning asosiy sababi shaxs rivojlanishi va shaxs rivojlanishdagi ma'lum bir qobiliyat, ma'lum bir ko'nikma va ichki kechinmalarni o'ziga xos rivojlanishdagi bir shunaqangi nuqtalar bo'ladi, zaif nuqtalar. Har bir odamni hayotida zaif nuqtalar bor rivojlanish davomida.
Misol uchun bir payt kelib qoladi, siz juda o'ziga ishonchingiz zo'r, ishonadigan kuchli. Bir payt bo'ladi, o'ziga ishonchingiz yo'qolib qoladi. Bir payt bo'ladi, nafsingizga вообще berilmaysiz. Xohishlaringizga umuman berilmaysiz. Bir paytlar bo'ladi, xohishlaringizga rosa berilib ketasiz. Ana shunaqangi bir zaif paytlar bo'lganda, chunki odamning rivojlanishi bir tekisda bo'ladigan jarayon emas. U doim o'zgaruvchan bo'ladi, dinamika bo'ladi, ya'ni o'zgarish bo'ladi. E, Hamma tilda dinamika deyiladi bu. Mana o'sha dinamikani, o'zgarishini ma'lum bir joylarga kelganda, o'sha paytda boyagi bolaga ta'sir bo'lgani uchun bu bola o'sha chekishga moyillik paydo bo'lib qoladi. Endi chekishga moyillik paydo bo'lishi ba'zi bir boshqa bir olimlar aytishi bo'yicha bu kompensatorlik harakat deyiladi. Kompensatsiya qilish uchun ma'lum bir hissiyotlar. Misol uchun mehr yetishmasligini kompensatsiyasi. Boyagi bola ichidagi dardini bemalol ochib yoyib gapira oladigan joyi yo'qligini kompensatsiyasi bo'ladi. Boyagi bola misol uchun tengdoshlarini orasida o'zini o'rnini topishga intilyapti. Negaki o'sha bilan o'zini baholamoqchi. Demak, bolaning o'zini baholashiga tegishli masala bor bu yerda. Qarang, endi biz buni chekishda bir tomonlama yoki bitta sabab bo'ldi, bitta turtki bo'ldi. Endi shu bilan men bolani fikrlashini o'zgartirib qo'yishim kerak yoki bolaga yaxshi tushuntirib berishim kerak deb yondashish bu bir tomondan yaxshi. Ya'ni misol uchun yoki buni biron bir aytaylik sportga berib qo'ysam, keyin chekishni tashlab yuboradi, o'shanga o'xshagan bolalar bilan yursa deb fikrlaymiz. Bu bola ularga qo'shilsa, ularni ham biz tashlash mumkin. Yoki bo'lmasa aytishimiz mumkin, misol uchun yana bir xil haligi misol uchun ustiga kirsa chekmay qoladi, uylansa chekmay qoladi va shunga o'xshagan narsalarni aytadi. Lekin chekish bu kompleksli masala. Chekishni boshlash odam o'zini o'zi ichki hissiyotlarini va stresslarini, nevrozlarini boshqarishni bilmaganidan vujudga keladigan kompensatsiyalar. O'shaning uchun bolani to'la-to'kis har tomonlama o'zgarishiga sharoit yaratishga boshlash kerak. Ongli bo'lgandan keyin bola, eng muhimi ongli. Bola ongli bo'lgandan keyin bolani oldiga shuni tanlov qo'yib qo'ysangiz, buning uchun ishlab bolani ma'lum bir darajaga yetkazganingizdan keyin oldiga qo'yasizlar, tanlaysiz. Xohlasangiz sigara chekma, xohlasangiz chekmaysiz. Boyagi bola ongli bo'lib yetilgandan keyin o'zi ongli ravishda men chekmaslikni tanlayman deydi va hech qachon chekmaydi. Lekin bolani ongsiz holatida ursangiz, tarbiyalasangiz, yoqqa borsangiz, bu yoqqa borsangiz befoyda. Odam ongli ravishda o'zi tanlov qilishi kerak. Buning uchun esa odamni hamma savollarga imkon qadar to'la-to'kis javob berish. Masalan, stress bilan qanaqa ishlash kerak, jamiyatda qanaqa o'rin topish kerak degan masalalarda bolaga qadamma-qadam o'rgatib, yo'l-yo'riq ko'rsatilsa, bolada o'sha stress, depressiya bo'lmasa, unda kompensatorlik funksiyalar kamayib ketadi. Shuning uchun u o'sha zararli odatlarga berilishi kamayadi. O'sha masalan bu yorqin ko'rinadigan narsalari o'yin. Hozir masalan juda ko'p odam igromaniyaga berilib ketadi. Oddiy o'sha telefondagi o'yinga kuniga 2-3-4 soatlab sarflashdan tortib, toki mana bu qimor deyman men uni. Ko'pchilik buni 1xbet deydi, aslida u qimor deydi o'zbek tilida. O'sha qimorga berilib ketish. Qimorga hattoki hozir katta odamlar ham berilyapti. Telefoniga kirsangiz, albatta bitta o'yin bor. Hozir men mana shu yerda hammangiz telefoningizni olib kelasiz, bittadan o'yin bor hammangizda. Bizda yo'q. Lekin bor, Alisherda bor. Tutsangiz bor hammasini. Nimaga? Chunki bu shunaqangi narsa. 1xbet bor demayapman. Boshqa o'yinlar bor. Обязательно. Boshqa o'yinlar bor. 1xbet uni o'ynashinglar uchun sizlarda kuchli o'ziga xos jamiyatda o'rningizni topa olmay, qochgingiz kelgan va oson tez erishadigan yo'lni izlash xususiyatini kuchli kelishdi. Shuning uchun bu 1xbet u boshqa tema. Lekin xuddi mana bu o'yinni xuddi shuni olib kelib qo'yishdi. O'shani boshlang'ich qadami. Ana u yerda yaqqol ko'rinadiki,
boyagi masalan mana sigaret chekkanda ucha ko'rinmaydi. Bu o'yinda yaqqol ko'rinadi. Odam bu dunyodagi muammolardan ko'pincha o'yinga qochadi va o'yinda baxt izlaydi. O'zi biz ko'p tajribalar o'tkazganimizda ba'zi bir odamlarga aytganman, buni qara degan, sen chekyapsan, ha. Olib tortib chekyapsan, ha. Keyin aytganman, haqiqatdan chekmadi hozir. Просто qo'ling olib, xuddi chekayotgan tasavvur qilib, bunday qilib ko'rish deganman. Boyagi astoydil kirishib, qap-qattiq. Astoydil kirishib, rostdan tasavvur yolg'on takasiga sigaretlarni ushlab, ochib, qilib chekkanda qanday bo'ldi desam, rostdan chekkanda effekt bo'lyapti lekin. Chunki nikotin yoki boyagi narsa odamga unaqa ta'sir qilmaydi. Odamni miyasidagi o'sha tortayotganimda men boshqacha odamlar toifasiga kiryapman degan fikr bo'lgani uchun shuni qildim. O'sha bir chuqur nafas yetmaydimi? Shu chuqur nafas oladi-da bu. O'zi odamni badanini bo'shashiga e'tibor bersangiz, bo'shash uchun odam nafas chiqarish kerak. Bunda ham shunaqa nafas chiqarish bor. Ya'ni badan o'sha kerakli signallar jo'natadi, bu sigaret chekish orqali shu bo'lyapti. Ya'ni lekin bu unga o'rganib qolganining sababi bu o'sha yerdan dopamin izlayapti. Nega bu yerdan dopamin izlayapti? Chunki bu badani boshqa joydan dopamin topishni bilmaydi. Agar buni dunyoqarashi, ongliligi kuchli bo'lganda edi, bu boshqa tomonlardan o'zi ongli ravishda qayerdan dopamin olishdan tanlab ola oladi. Ongli ravishda. Demak, bu bola bilan bir tomonlama yoki masalan narkologlarga olib borsangiz, gipnoz qilishi mumkin, kodirovание qilishi mumkin, agar juda nega bo'lsa, qanab qo'yishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Lekin muammo yechilmaguncha qalbdagi bu usullar yordam bermaydi. Muammoni yechish nima deganini desangiz, odamni ongli ravishda olib kelish. Bu ongli bo'lishi kerak. Buning uchun esa juda ko'p mehnat. Bu bola tarbiyasi yaxshi bo'lmaganidan emas. Bolani tarbiyasida qanaqadir xato qilinganidan emas. Yoki jamiyatda shunaqa bo'lgani uchun emas. Har bir odamni rivojlanish jarayonida shunaqa paytlar bo'ladiki, u rivojlanishdan keyingi pog'onaga o'tish kerak, keyingi bosqichga o'tish kerak. O'sha paytda odamga o'sha ma'lum bir qobiliyatlar lozim bo'ladi. O'sha qobiliyatlarni bu shakllantirmay qo'yadi. Buni jamiyat ham, ota-ona ham hech kim seza olmaydi. O'sha paytda bu o'sha kerakli qobiliyat shakllantirmagani uchun boyagi boshqa usullarga berilib ketadi. O'shaning uchun bunda tarbiyani yoki jamiyatni hech qanaqa o'rni yo'q. Bu yer prosta rivojlanish jarayonidagi bir soha, bir joy borki, bir nuqtasi borki, dinamikaning bitta nuqtasi bor. O'sha nuqtada bu o'zini kuchaytirish kerak. Kuchaytirish uchun berilgan narsa. Kuchaytirib olsa, yana yengil o'tadi. Bugungi kunda ustoz ko'plab ota-onalar bolasini tinch o'tirishi uchun, ularga qanaqa o'rganish qilmasligi uchun telefon berib qo'yishadi. Misol, o'zimdan ham farzandlarimni ko'raman. Misol, ba'zilar ne deydi, videolarni yaxshi ko'radi. Burnini uradigan, qishqi tovushlar bo'lgan. Shu bolani tinchitish uchun men telefon tutqazish qayerga to'g'ri. To'g'ri demaymiz, misol uni oqibatlari nimalarga olib kelishi mumkin. Shunaqangi ota-onalarga nima maslahat? Endi men hozir sizga agar ko'p tadqiqotlarni o'rganib, o'shalardan chiqargan xulosalarimni aytadigan bo'lsam, men o'z paytda ko'p izlanganmanda, ko'p ota-onalar bu o'sha telefonlar chiqishni boshlaganda quyidagi savollar bilan murojaat qilishgan. Bizni bolamiz telefonda ko'p o'tiribdi, nima qiling? Telefonda ko'p o'tiribdi, nima qiling? Birinchi moment bu siz bolangizni o'zingiz qo'liga telefon berib, u sizni bezovta qilmasligini xohlashingiz, siz o'zingiz birinchi o'rinda qadriyatlaringizni ko'rib chiqishingiz. Nima siz uchun birinchi o'rinda muhim? Bolangizni holati, kechinmalari rivojlanishimi yoki bo'lmasa sizni dugonangiz yoki o'rtog'ingiz bilan 5 minutlik suhbatingiz. O'shani siz qaysi biri siz uchun muhimrog'ini aniqlab olishingiz kerak. Agar o'rtog'ingiz bilan suhbatlashish muhim bo'lsa, kutingki boladan demak bir nimadir
ertaga sizga qaytadi. Boyagi rivojlanib qolgan holatlar, xususiyatlar, shakllanib qolgan ko'nikmalari pand berib qoladi. Salbiy shaklni. Albatta. Endi bu ota-onalarga tegishli joy. Buni o'sha boya aytganimdek, yana men doim meni onglilikka, ongli bo'lishga chorlayman odamlar. Teran, ongli fikrlashga chorlayman. Haligi zombi bo'lib, o'zi tushunmasdan, oxiri yoq-buyog'ini bilmasdan, qutulish yoki hissiyotlarga berilib, bir ishni qilish tarafdor emas. Ongli fikrlab va his qilib hammasi birga ishlaydi bu yerda. Demak, bu ota-onalarga tegishli. O'zlari tanlashga nimani xohlashyapti. Agar telefon berayotgan bo'lsa, u ota-onani siz payg'ambarimiz aytgandek, haligi boshqa insonlarga dinga targ'ib qilaman deb kuyib pishganda farishtadagi Xudo ko'nglini ochmasa, boshingiz tepasiga sakrasangiz ham bular ko'nglini ochamiz degan. Ana shuning uchun bu ota-onalarga biz ming mana bu yerda kuyib pishib tushuntirganimizni bu ota-onalar o'zi Xudoni o'zi ko'nglini ochmasa, demak, ikkinchi moment, demak, birinchisi o'sha ota-onalarga tegishli. Ikkinchi moment. Telefon ishlab chiqarish uchun kompaniyalar qanchalar pul sarflayapti. O'yin ishlab chiqarish uchunchi. Mana YouTube'larga videolarni chiqarish uchun o'sha blogerlar qanchalar pul sarflashyapti. Hisob qiling, qancha vaqt sarflashyapti. U bolani endi undan uzib olish uchun siz xuddi shuncha pul sarflaysiz. Qarang, endi siz bolani o'rgatib qo'ydingiz. Buni ota-ona o'rgatmasa ham bola o'zi o'rganadi hozir. Hozir ota-ona bu aytganingizdek xohlab bermayapti ko'pchiligi. Bola o'zi olyapti. Chunki bolalar hozir o'sha tanishlari, o'rtoqlaridan ko'ryapti, boshqa joydan ko'ryapti, YouTube'lardan ko'ryapti, ota-onani qo'ldagi telefondan ko'ryapti. Bola bir marta ko'rgandan keyin shunga o'rganib qo'yadi. Boya gaplashganimizdek, zararli odatlardan biri bu o'sha YouTube'dagi bema'ni bolalar ko'rish uchun mo'ljallangan va bola psixologiyasi 100% hisobga olingan roliklar bolalarni o'ziga jalb ushlab turadi. Har sekundda bolani diqqatini ushlab turadi. Buni oqibati yaxshi emas. Nega desangiz, agar bola o'sha roliklarni ko'p ko'radigan bo'lsa, unda SDVG degan sindrom paydo bo'ladi. Sindrom defitsitariy giperaktivnosti, ya'ni bolani diqqati zaif bo'lib qoladi va ko'p harakat qilishga majbur bo'lib qoladi. Bu o'ziga xos depressiyaning vujudga kelishini birinchi qadamlari bo'ladi. Diqqat yetishmovchiligi degan. Diqqat yetishmovchiligi, o'sha diqqatini jamlashi qiyin bo'ladi-da. O'zi diqqat yetishmovchilik degan tarafdor emasman, bu so'z tarafdor emasman. Nega desangiz, diqqat u choy emas, ko'p kam bo'ladi. Diqqat jamlanadi. Yo jamlay oladi, yo jamlay oladi. Inglizchasi shuni attention deficit deyiladi. Diqqat defitsit kamchiligi deyiladi. Endi shuni tarjima o'sha endi ko'p joylarda ko'p narsalar tarjima qilinganda mohiyati yo'qolib, haligi tarjima o'z tarjimonlar juda ko'p joyda yomon ko'p ishlar qiladi. Agar tarixda bunday qarab, hamma tarjimon va bu aytayotgan gapni o'rtasida turgan tarjimonni olsak borib, ikkalasi ham aybdor emasdan ikki kalima qilgan bo'ladi. Demak, qarang, o'sha diqqat jamlanishi boyagi nimaga zaif? Chunki buni diqqatini rolikni o'zi olgan. Rolikni o'zi uni diqqatini jalb qilaveradi o'ziga. Natijada bola diqqatini mashq qilish shart. Kitob o'qish yoki oddiy bir oddiy kino ko'rish bola odam uchun, hozir ko'pchiligimiz uchun hattoki qiyin bo'lib qoldi. 2 minut o'tirib zerikib qolyapti odam. Nega? Chunki bu ko'rgan boshqa kinolar yoki boshqa programmalar juda tez o'zgaruvchi. Mana ayniqsa hozir oxirgi paytda TikTok chiqdi. TikTok va o'sha shortslar chiqib 3 sekund, 4 sekund, 5 sekund. Qarang, uzog'i bilan 1 minut o'tirishi mumkin. Bu ham kamdan kam odamlar. 90% odam o'sha 1 minut. Bu esa diqqatni jamlash xususiyatining o'ta zaiflashiga olib keladi. Qarang, mana shuning uchun biz vazifa endi boyagi bolani bu yoqqa tortib olish uchun, boyagilarga
berilmasligi uchun shunga xos va shu bilan teng narxdagi narsa taklif qilishimiz kerak. Bizda unaqa narsa yo'q. Yo'q-da, biz qanaqa boshqa bir qiziqroq narsalar topishimiz mumkin, shuncha millionlab pul sarflab. Hech nima qilish kerak endi. Endi biz o'sha telefon orqali bolaga telefondan foydalanib, bolani rivojlanishiga sharoit yaratishimiz kerak. Iloji boricha, endi masalan, bola sal kattaroq bo'lib yoki boyagiga berilib ko'rishni boshlagandan keyin bir xil ota-onalar bor, shunaqa qiladiki, ular o'sha telefonni berib qo'yadi, lekin telefonida Wi-Fi orqali ma'lum bir saytlarni blok qilib qo'ysin. Saytlarni blok qilsa, bola YouTube'ga kira olmaydi. Lekin siz oldida boshqa saytga kirib berasiz. Mana bu yerda bor ekan video deysiz. Bola majbur YouTube'dan ko'ra olmagandan keyin bu yoqdan ko'radi. Bu yoqdagi kontent asosan bilim olishga mo'ljallangan, masalan, ingliz tilini o'rganishga mo'ljallangan. Asosiy kontent, misol uchun, matematikaga mo'ljallangan. Ular ham xuddi shunaqa jalb qilib tuzilgan. Lekin YouTube'dagilar virusli bo'lgani uchun, ko'p ko'rilgan bo'lgani uchun, YouTube'ga kirishi bilan birinchi o'rinda shu video turaveradi. Bola shuni bosadi. Bir marta ko'rgandan keyin YouTube hadeb shuni ko'rsataveradi. Buni endi bilasizlar. Boyagi saytdagi yoki mana bu bolani rivojlanish uchun sharoit yaratadigan videolar unaqa pul tikilmaydi ular. O'shaning uchun ularni unaqa tarqatmaydi. Hozir O'zbekistonda xohlab odam tanishsiz bor. Masalan, siz ham tanilib ketishni xohlasangiz, birga 5-6 ming dollar desangiz, o'zingiz bilasizmi? Shuni target topib olasiz Facebookdan 5-6 ming dollar jinicha film olasiz. Men zo'rman deb gapirib qo'ysangiz, 5-6 ming desangiz, bir haftadan keyin Face O'zbekiston siz biladi. Tanilish narxi shu. Lekin haqiqiy foyda keltirish uchun mehnat kerak. Boyagi mehnat qilib tayyorlayotgan filmlarni odamlar o'zi tayyorlaydi. Ularda o'sha puli yo'q. Bunaqangi kontentga pul tikib tarqatish kerak. Lekin ular ham zo'r oladi. Demak, siz agar o'sha saytlar topsangiz yoki o'sha filmlar topsangiz, o'zingiz bir papkalarga yig'ib olsangiz va YouTube'da blok qilib qo'yasiz. Boshqa internetlarga kirib ko'raversin. Bola rosa pishiq. YouTube'da o'chirib qo'yibsiz deydi. Mana boshqa saytga kirib ishlayapti, demak YouTube o'zidan o'chib qo'yadi. Desangiz, bola nega nima qilib bilmay qoladi. Boyagi videolarni qo'yib berasiz. Ko'rib o'tirib bola o'rganadi. Bola shundan ham o'sha kerakli dopamin olishni boshlaydi. Natijada bolada sekin-sekin o'sha siz xohlagan ko'nikmalar bilimlar shakllanishni boshlaydi. Mana bolani ko'rma deb qo'l urgandan ko'ra, boyagi bolani ushgandan ko'ra, boyagi bolaga telefonni berib, borib ket degandan ko'ra, bolaga boyagi ilmiy rivojlanishiga yordam beradigan kontentni berib qo'liga, buni endi bilganing qila olasiz. Bola ham rivojlanyapti, ham o'zini ehtiyojini qondiryapti, ham ota-ona ham xursand, o'rtoq bilan gaplashib. Dopamin ham joyida. Dopamin hammasi joyida. Ota-onalarni bugungi kunda tarbiya to'g'risida qilayotgan eng katta xatolarni nima deysiz? Men bir qoidani yaxshi qilib peshonamga yozib olaman. Bobom aytgan. Bir mahallada toshda o'tirardi bobom, o'zini rahmali otamni akasi. Otam deganda u oyisini demak qilgan. O'sha bobom bir gapirdi. O'sha bobom yoshi katta bo'lganda ham endi sal yoshroq bo'lgan, bilmagan. Bolaga o'tkazib qo'yib aytgan, bolam degan, bilsan, bolalaring bo'lgandan keyin degan, bilsan, bolalaringni hech qachon tarbiyalamaymiz. Nega? Endi men tushunmaganman, maktabda o'qigan zaman. Nega degan? Bolalarni tarbiyalang, o'zingga tarbiyala. Sen qanday bo'lishni xohlasang, bolalar shunday bo'ladi. Demak, ota-onalarni bola tarbiyasida qilayotgan eng birinchi xatosi bolani tarbiyalashi. Ota-ona o'zini tarbiyalashi. Kuchli ota-onani farzandi ham kuchli. Bu tabiat qoidasi. Zaif ota-ona bolasi ham zaif bo'ladi. Bu ham tabiat qoidasi. Bu umumiy odat. Demak, biz bolani tarbiyalashni xohlasak, o'zimiz tarbiyalashimiz kerak. Ana unda bola bizdan ko'ra o'sha biz o'zimizni tarbiyalayotgan jarayonda
bola ham qo'shilib orqamda ergashib tarbiyalanib ketadi. Tushundim. O'zimiz agar bitta tilni bilmasak, faqat o'zbek tilida gapirsak, bola qanaqa boshqa tillarni bilishi? Uni ongiga singib ketadi. Ota-ona bitta tilda gapiryapti, bitta tilda. Ikkinchi til miyasiga sig'ish qiyin bo'ladi. Agar ota-ona 5 ta tilda gapirsin, bolani ko'rasiz, u ham o'sha bu tildan sakrab, u ham bir 4 ta 3 ta tilni bilib oladi. Mana oddiy misol. Masalan, Buxoroda yashaydiganlarda 90% tojik tilini biladi. O'zbek tilini biladi, rus tilini biladi, 3 ta tilni biladi, to'g'rimi? Masalan, bizim mahallada o'zbek tilini biladi. Bu nega? Nega bolalar uncha yaxshi bilmaydi? Bitta tilni biladi. Uyda qaysi tilda ko'p gaplashilsa, bola o'shani ko'p o'rganadi. Masalan, shunaqa oilalar bor, u oiladan chiqqan bolalar buni oddiy kafega borib o'tirganda juda ham o'zini tarbiyali ko'rsatadi. Nega desangiz, kuzatib o'tirsiz. Chunki bular ota-onasi ham dunyo madaniyatini o'rgatadi. Dunyo madaniyatini bilgan bolalar va o'zini madaniyatini bilgan bolalar. Ana keyin o'zini dinini ham biladi. Ana bu bolalar har qanday inson bilan yaxshi suhbatlasha oladi. Har qanday insonni ko'ngliga yo'l topa oladi. Lekin bir tarafdan rivojlangan bola doimzaif bo'ladi. Men qo'rqmayman, bemalol to'g'ri qo'yishlar. Misol uchun faqat diniy tomondan tarbiyalasangiz. Faqat diniy tomondan tarbiyalasangiz, yana diniy tomonga tarbiyalayotgan odam asosiy qoidani buzib tarbiyalasa, ya'ni islomni go'zal qilib ko'rsatdim degan qoidani buzib tarbiyalasa, shunaqa odamlar bilaman. Bolalarni urib, podvallarga borib Turkiyada o'zim bir yo'l tushganda ko'rib qolganman. Bolalarni Qur'on o'rgatishga bichara bolalar yig'lab qochgisi keladi. Mutaassiblik bormi? Umuman Qur'onga va tilga nafrat uyg'onadi. Men bilmayman endi, kimdir balki buni to'g'ri deb hisoblaydi. Bola 100% dindan sof ketyapti. Qur'on yodlab beradi, lekin umuman Qur'onga yaxshi ko'rmaydi. Bir xil bolalar bor. Ularni uyida muhabbat. Ularga bermasangiz ham o'zi olib o'qiydi. Chunki muhabbatni his qilyapti bola. Ana o'shaning uchun biz agar bolani keng dunyoqarashi qilib tarbiyalasak, u bola hayotning hamma tarafini va boshqa insonlarga munosabatga kirishda juda ham ko'p yordam bera oladigan inson bo'lib chiqadi. Bir tomoni faqat dunyoviy bilimni o'rgatsangiz, deydimi? Dunyoviy bilim bilan diniy bilimni men farqlashtirish bo'lmayman, farq yo'q. Hammasini yaratuvchi yaratdi. Faqat masalan, kimdir matematikani o'rganadi, kimdir biologiyani, kimdir ximiyani, to'g'rimi? Kimdir misol uchun hadis ilmini o'rganadi. Endi masalan, biz ximiyadan hadis ilmini topa olamiz. Lekin hadis ilmidan ximiyani topa olmaymiz. Misol uchun vodoroddan aytaylik, sionistlik kaliyni qo'shsangiz nima chiqishi haqida hadis ilmida yo'q. Yoki bo'lmasa, rak bo'lgan odamni operatsiya qilish jarayoni haqida hadis ilmida yo'q. Demak, lekin bular hammasi Xudo yaratgan edi. Buni ajratuvchi va hamma joy, hammasi hadis ilmida bor biluvchilar, bular yo fikrlashi tor odam, yo kamchilik tilda, yo bu juda ham haligi nima deydi, kibrlangan odam. Masalan, men biror narsani bilsam, men shuni shu zo'r qolgan bir tinsam kibrlanyapman. Agar kimki ximiya zo'r qolganini dabdalatsa, bu ham kibrlanyapti. Demak, bizning vazifa keng dunyoqarashli farzand bo'lishni xohlasak, birinchi o'rinda biz o'zimiz o'rganishimiz kerak. Biz dunyoda tarqalgan madaniyatlarni bilishimiz kerak. Qani masalan, ertaga inglizlarni o'tirib suhbatlashib qolsak, ularning madaniyatini bilmasak. Misol uchun, Hindistonga borsak, yana biz yaqinda Shri Lankaga borib keldik. Ularning madaniyati umuman boshqacha, suhbat ular bilan umuman boshqacha, o'zini tutishi boshqacha. Ya'ni ularda oldida men o'zim biroz xijolat qildim. Nega desangiz, ular har bir o'tirishda tabassum, har bir gapda tabassum. Ya'ni o'ziga xos bir boshqacha ochiq xalq. Bir og'iz so'kmaydi deganlar. Balki o'zini ichida so'kadi.
bizga ko'rsatmagan. Lekin tashqarida ham yurib kuzatdik, unchalik so'kishga moyil yo'q. Ularda so'kish qanaqadir bir yomon hisoblanadi, nimadir bor ekan. Mana bu yerga borib biz ham haligi ularni madaniyatini hisobga olib gapirishga harakat qilib, qiynalib gapirolmadik. Agar men o'sha yoshli o'rgangan bo'lganimda edi, yaxshi chiqishib o'zbeklar va islom dinimizni ko'rsatib kelgan bo'lardim. Afsuski, vaqti bor berib o'rganmagan ekanman. Ular nima xulosa chiqardi biz haqimizda? Behuda. Endi yerda odam alayhissalom oyog'i yerga tushgan tom borda, masjidga borganda, bu yerda ham buddistlar, ham xristianlar, hammasi bor. Yaponlar ham bor. Hammani e'tiqodi bo'yicha Hammasini e'tiqodi bo'yicha odam alayhissalom birinchi o'ringa tushirgan. Va odam alayhissalom borligini tan olishar ekan hammasi. qarang, dinlarni birlashtiradigan joyga. Mana qarang. Buddistlar ham tan oladi. Odam alayhissalom tushganini. Bu degani ular ham jannatni tan olyapti. Do'zaxdan olyapti. O'sha odam alayhissalom tushish voqeasini tan olyapti. Yevreylar, xristianlar, hammasi bor. Bir bo'lishgan. Haligi madaniyatni bilmaganimni yana bir yomon tarafi, meni zaifligimda bu. Haligi tushib kelayotganimizda oldimizda bir o'sha monarx kelyapti. Bunaqa haligi apelsin rang haligisini o'rab olib, shu bilan bir gaplashamiz. Endi men madaniyatini bilmayman, qanaqa gaplashsa bo'ladi. Shu madaniyati borib turib assalomu alaykum desam, g'alati qaraydi. Bir kutib hozir bitta savol beraman, bitta gaplashib ketaman. Deyman, yo'qda, ularda boshqacharoq. Yondashuv, suhbatlar boshqacha bo'ladi menimcha. Bir-ikki gapirib ko'rdim, ular javob berib ketib qolyapti. Bizda ha deb gaplashib ketaveramiz. Ularda menimcha boshqacha. O'shani bilmaganim, agar bilganimda balki suhbatlashib ozgina O'zbekiston haqida aytib berardimmi? O'zim ko'p kuzatganman. Ba'zi ota-onalar farzandini boshqa bolalar bilan solishtiradi. Misol, qara deydiman, haliga qara deydi, qanaqa mehnatsevar deydi, kitob ko'p o'qiydi, grantga o'qishga kirdi, yaxshi oylik olyapti, san qara deydisan, hech bir odam bo'lmading, sen yurasan shunaqa deb ko'p tanqid qilishadi. Buni oqibatini o'zim ko'rganman. Ko'plab bolalar umuman depressiyaga kirib qolgan. O'shanaqangi ota-onalarga nima maslahat berish mumkin? Ularni qaytarish mumkin? Shu fikrdan, shu qarashdan. Men ikkala tomonga ham o'rgangan, bilgan, kuzatgan narsalarni aytib bersam. Birinchidan ota-onalar. Ota-onalar nima uchun bolalarini boshqalardan solishtiradi? Sababi shuki, ota-ona bolasini zo'r, yaxshi, kuchli bo'lishini xohlab, bolani undash usuli uni kimlardir solishtirsam, keyin u shundan xulosa chiqarib harakat qilib ketadi deb o'ylaydi. Ota-ona uni birovni solishtirayotganining sababi farzandini yomon ko'rgani emas, farzandini yaxshi ko'radi. Faqat o'zi bilgan usulda bolani undaydi. Undash. Endi hozirgi zamonaviy kruttoy so'zlar bor, motivatsiya. O'zbekchasiga undash bor. Men qo'lim, men o'zbek tili ingliz tilini qo'shamiz. Demak, undash usullar. Nega undaydi ota? Chunki u o'zini farzandini yaxshi ko'radi. Eng qizig'ini aytib beraymi? Bolasi ingliz tilini bilmaydi yoki rus tilini bilmaydi. O'rtog'ini bolasi biladi. Bu bolasini emas, o'zini ayblashni boshlaydi, o'zini yomon ko'rishni boshlaydi. Chunki men bolamni o'rgata oldim, meni bolam bilmas ekan, nimaga men o'rgata olmadim ekan? Dinida borib, deydi, bu og'riq bor, bu qanaqa hal qilishni bilmayapti. Ota-onalarga ota-ona bo'lish darsi, maktabini hech kim o'qitmagan. Bizda ota-onalar maktabi yo'q. Hozir bu yerda chala-chulpa paydo bo'lib qoladi. Bu ham o'z umrida bu yo'nalishda ish o'rganmagan odam chiqib gapiradi. 3 marta ajrashib, 4 marta bo'ladi. Demak qarang. Boyagi bolaga ichidagi og'rig'ini
sen anani qara, ingliz tilini biladi yoki rus tilini, sen ham o'rganagin deganda, bu ichidagi og'riq kuchayib ketib, o'zini baholash pastga tushib, bolam sen o'rgansang, meni bitta bemalol yuring, sen bilishing men uchun xursandchilik va seni bilishing o'zim uchun yordam demoqchi bo'lgan gapni ota-ona anani qara deb solishdi. Ayb ota-onada emas. Ayb ota-onaga shuni o'rgatishmagan. Right? Bunga o'zi tushungancha bolani majburlaydi. Negaki ota-ona o'ylayapti, bu tilni bilsa zo'r, bu bilmasa uncha zo'r emas deb o'ylayapti. Chunki buni miyasida shu fikr bor qattandir. Lekin bola o'rgansa, o'rganmasa, o'zini yo'lini topish va o'zini hayotiy vazifasini bajarish haqida fikr yo'q. Demak, ota-onalar boyagi gap, o'z ustida ishlaydi. Ota-ona rivojlanadi. To'g'rimi? Demak, ota-ona birinchi o'rinda o'ziga savol berish kerak. Men bolamni boy bo'lishini, zo'r bo'lishini nimaga xohlayapman? Sababi nima buni xohlashim? Sababi shuki, meni fikrimcha bola shularni bilsa, yaxshi yashab yuradi. Va men shunga sharoit yaratishim kerak degan fikri bilan bu Xudoga isyon. Chunki bola Xudo aytgandek bo'ladi. Bu esa uni o'zgartira olmaydi. Lekin men Xudo aytgandek bo'ladi deb o'tiraversam, bu bir bola bo'lib ketsa-chi deydi-ku. Xudo aytgandek bo'ladi. Bu ming harakat qilsin va Xudo aytgandek bo'ladi. Demak, biz agar boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bolalar shunday o'tiradi, hech narsani bilmasa ham, buni bu bilan solishtirganda bola depressiyaga tushyapti. Lekin bu bola keyinchalik umuman boshqa yo'ldan ketib, o'zini yo'lini o'zini joyini zo'r topadi. Undan ham zo'r bo'lib ketish mumkin. Zo'r bo'lib ketadi. Bor shunaqalar. Lekin bu o'sha payt bolasini solishtirib, urushib ichida o'zini yomon ko'rib qolib, bolani ham yomon ko'rib qolgan. Shuning uchun ota-onalarga tavsiya birinchi o'rinda bolani ichki zaxira kuchlariga ishonish. Bolaga ishonish. Bolani ichidagi qobiliyatiga ishonish. Uni uyg'otish uchun esa solishtirishimiz muhabbat usulini qo'llash. Yaxshi ko'rish kerak. Bolam nima bilan shug'ullanmoqchisan deb o'zidan so'rash kerak. Bu bilansa, davay, men senga sharoit yarataman. O'rgan, shug'ullan. Desangiz bolani o'zini yo'lini top. Dunyoni muhabbat qutqaradi deganda shu o'zi nazarda tutiladi. Bular boshqa narsani tushunmaydi. Muhabbat qutqaradi degan gapni hech kim tushunmaydi. Ammo bu maydalab, chaynab solib qo'yish kerak. hind kinosini nazarda aslida boshqa narsa. Aslida u mehnat. Aslida Mehr bilan qilish. mehr bilan qilish. Boyagini yaxshi yomoniga chidash. Boyagi bolani o'zi xohlagandek bo'lishiga ota-ona o'zini kibridan voz kechib yo'l qo'yib berish. Ota-ona o'zini kibridan voz kecha olmaydi. Qiyin. Nega meni bolam men xohlagandek bo'lmasa ekan? Tushunmayapsan, sen o'qishing kerak. deydi. Haligi bolani kechadan. U bola o'qimoqchi, faqat o'zini yo'nalishda. O'zi xohlagan joyda. Shuning uchun endi bolalarga demak qarang boyaga, chunki ota-ona bolani solishtirmasligi uchun birinchi o'rinda ota-ona o'zi kuchayish kerak. Ruhiy rivojlanish kerak. Ota-ona ustida ishlash kerak. Ota-ona o'zi fikrlashini kengaytirish kerak. Shunda bu solishtirish usulini qo'llanmaydi. Bu eng zaif usul. Bola nuqtai nazaridan bola agar ota-onasi, masalan, men ota-onam meni kim bilan solishtirayotgan bo'lsa, men tushunishim kerakki, meni ota-onam meni solishtirishning sababi u zo'r, men yomonligimda emas. Sababi ota-onam meni rivojlantirish uchun harakat qilyapti, faqat bu usulni bilmayapti. Lekin yaxshi ko'ryapti meni. Men o'shanga e'tibor qaratishim, ota-onam meni yaxshi ko'rgani uchun qilyapti. Meni ota-onam yaxshi ko'ryapti aslida. Agar befarq bo'lganda edi, mahalladagi naryoqdagi bolaga qanaqa befarq bo'lsa shunaqa bo'lardi. Ota-onam meni yaxshi ko'ryapti. Nega meni aytganimni eshitmayapti? Nega men xohlagan joyga bergisi kelmayapti? Chunki xavfsirayapti, qo'rqyapti. Xo'sh, men nima qilay bola? Men bola bu sekin ota-onam qo'yniga kirib, ko'ngliga kirib, suhbatlashib, "Xo'p, siz aytgandek qilaman. Men ikkita narsani qilaman. Siz aytgandek, o'zim aytganimni ham parallelni qilib boraveraman. Qaysi bir o'xshab ketsa, o'sha o'xshab ketadi. Men aytgan ko'proq qilsa, xo'p bo'ladi.
deyish va o'zi xohishi bilan ota-onasi aytganda o'rtasida birlashmani topish. Masalan, endi bu yerda farq yo'q. Bu ish bilan shug'ullan, bu bilan shug'ullanadigan bolani zo'r bo'lishi, kelajagi zo'r bo'lishi o'zining ishini mutaxassisi bo'lishiga bog'liq. Har qanday yo'nalish, zo'r yo'nalishlar yo'q. Zo'r mutaxassislar bor. Mutaxassis bo'lish uchun olamda qiziqish bo'lishi kerak. Endi misol uchun agar bu sportga qiziqsa, otasi yurist bo'lasan desa, bu nima qilish kerak? Birlashtirish kerak ikkalasini. Sport yo'nalishida yuristlar bormi yo'q? Bor. Пожалуйста. Yuridический o'qisin, sport bilan ham shug'ullanib borsin-da. Именно shu yo'nalishda yurist bo'lsin. Shu joyda bir misol borda, siz hayotda o'zimning bir yaqin o'rtog'im, otasi rahmatlik, olib qo'ygan ekanlarki, prokuror bo'lishdi. Lekin o'zi shu ichki ishlar sohasida ishlab, prokuror bo'lolmagan. Keyin o'rtog'im o'zi yoshligidan san'atga qiziqadi. Lekin otamni orzulari deb yuridический kirdi, institut bizlar bilan birga tugatdi, prokuratura ishladi. O'sha nimadir unvongacha chiqdi, chiqib ishladi. Keyin magistraturani o'qib, turizm sohasiga o'qib, hozirgi kunda san'at, shu turizm va madaniyat vazirligida ishlaydi. Siz aytgandek, sohani biriktirdi-da u. O'zi yuridический otani rozi bo'lsin uchun o'qidi. Otasi bo'ldi o'g'lim, men roziman sendan degunga qadar o'qidi. Mana hozir o'sha o'zi yaxshi ko'rgan soha qo'shiladi, konsertlar tashkil qilishadi. O'qiladi shu sohada. O'sha madaniyat vazirligining yuridik sohasini bo'limida ishlaydi. Qarang. Shu aytayotgan gapingizni hayotda tasvirni ko'rganman. Juda baxtli hayotidan har tomonlama fotolar rozligini olgan musulmon farzandlari o'zini bir yaxshi ko'rib o'syapti. Har bir yo'nalishda qilsa bo'ladi. Har qanaqa yo'nalishda birlashtirsa bo'ladi. Farzandni bemehr qiladigan narsalar nima uchun farzandlarning ota-onasiga mehrsiz bo'ladi? Endi farzandni bemehr bo'lishining sabablari tagidimda olib qaraydigan bo'lsak, o'zi endi hamma biladigan gap. Ota-ona mehr bermasa, bola tarbiyahol, mehr ko'rmasa, u mehrni qaytara olmaydi. Hamma biladigan gap. Lekin bolani bemehr bo'lishini sabablaridan biri ota-ona bolani egoist qilib o'stirishda ham bo'lishi mumkin. Masalan, bitta bola o'ssa, bu bola egoist bo'lsa, o'zini o'ylaydi asosan. Ota-onani esa o'zini xizmatidagi yollangan bir ikkita odam deb o'ylaydi. Agar bola ikkita bo'lsa, bular o'zaro konkurensiya. Bular bir-birini urishib, bu otaning bu otaga qarab turadi. Agar otasi buni oldini olsa, bu otani ko'rishni boshlaydi. Bu esa otasi bilan buni manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Agar onasi buni yaxshi ko'rsa, tamom, bu ikkalasi ota-onani bir-birini urishtirishga intiladi. Uchinchi bola bo'lsa, mana bu kattasi sal aqli kirishni boshlaydi. Mana kichkinasi rosa bularni manipulyatsiya qilishni boshlaydi. Ota-onani-da bu ikkalasini jazolashni boshlaydi. O'rtadagi hayron bo'lib yuradi. To'rtinchi bola tug'ilgandan keyin hammasi birlashishni boshlaydi. Aytmay qaranglar, to'rtalasi. Mana ikkalasi qarasak to'g'ri ekan bular. Mana shuning uchun biz birlashib olmasak bo'lmaydi. Kelishgan holda ishlaymiz. 5 ta bola bo'lsa, bular uchun bitta komanda bo'ladi. Mana ota-ona 6-bolani tuqqanda 6-bolani ota ham, ona ham tarbiyalamasa ham bo'laveradi. Mana 5alasi o'zi tarbiyalolmaydi. Ana demak, bola mehrli bo'lishi uchun 8 ta bola tug'ish kerak. Biz otam aytadilar-da shu narsani. Menda o'zim 3 ta farzandim bor. O'sha bizlar bo'lish jarayonida, komanda jarayonida dadam deydi, biza 11 ta farzand o'stamiz. Bizlarda biror marta otamni, onam olib, bu yoqqa etib, uni o'zgartib, buni o'rgatib qilmagan. Bizlar bilardik, shonani orqasida yaxshi jim tursak, suvga yerdik. Haqiqatan siz aytganda, ko'pchilikda oson tarbiyalanib ketadigan. Ham oson tarbiyalanadi, ham ota-ona qadrlanadi. Chunki ota-ona hammaga e'tibor berolmaydi. E'tiborni olish uchun bunisi bor, mehnat qilib keladi, bunisi qilib keladi, bunisini
har bir olib kelganda молодец, молодец deb turaveradi ota. Ana shu bolalar o'ta mehrli o'sishi uchun ota-onaga va o'zaro bola sonini ko'paytirish. Yaxshi maslahatlarimiz. Bolaning hisoli yoki ruhiy jazolash. Kelajakda qanaqa beradi? Endi qarang, bu yerda bitta taraflama javob yo'q. Masalan, biz jismoniy jazoni ham, ruhiy jazoni ham hozircha ikkalasini bitta deb olib turibdi, jazo qilib. Jazolash joyida to'g'ri qo'llanilishi lozim. Agar jazolash bo'lmasa, o'ta kuchli muhabbatni tarbiyalash ko'nikmasi bo'lishi. Agar u bo'lmasa, unda jazolash usulini qo'llashga majbur bo'ladi ota-ona. Demak, bolani jazolash mumkin emas deyishimiz ham noto'g'ri. Chunki bolada baribir nafs degan narsa bo'ladi. Baribir shayton yo'ldan uradi, o'zbekcha aytadigan bo'lsak, yoki xohishlari yoki boshqara olmayotgan emotsiyalar. Masalan, odam o'zi 10 yoshda, 13 yoshdan to 20 yoshgacha emotsiyalari fontan bo'lib ketadi bola. Bir payt qarasangiz xursand, bir payt qarasangiz xafa, bir qarasangiz jahli chiqqan, bir qarasangiz bu kashiga bu bilan urushgan, bir payt qarasangiz ikkalasini ham yig'lab kechirim so'rab o'tiradi. Bir qarasangiz oyisini oldiga boradi, oldiga ketadi, keyin qaytib kelib kechirim so'rab o'tiradi. O'zini boshqara olmaydi, chunki gormonal fon kuchli ishlayapti-ku. Böyle emotsiyalar o'ynab yotibdi. Bu nima qilayotganini anglamayapti. Ana o'sha paytlarda bu o'zini boshqara olmayotgan paytida boyagi bolani ma'lum bir paytlarda jazolasa bo'ladi. Jazolamasdan yomon hislatlarni rivojlanishiga erk berish, buni xuddi yoshligida o'sayotgan daraxtni noto'g'ri o'sgan shoxiga tegmaymiz, kesmaymiz, qo'y deysiz, qo'yib o'zi ketib qoladi, o'zi tushib qoladi. Desangiz, bu daraxt ertaga qalin bo'lgandan keyin bolta bilan chopish o'ta qiyin bo'ladi. Daraxtga ham og'ir yuk bo'ladi. O'shaning uchun bolani yoshligida noto'g'ri fe'llar shakllanish boshlaydi, tabiiy holat. Chekish tabiiy shakllanadigan narsa. Endi to'g'ri hamma bolada bo'lmaydi. Boya aytganimdek, mujassam rivojlanish jarayonida qaysidir bir tarafda bolani o'zini ichki bilimlari, o'zini yo'nalishini topa olmayapti, negaki kimdir ko'rsatmayapti bunga. O'sha paytda bunda o'sha narsalarga qiziqish bo'ladi. Demak, noto'g'ri shoxlar o'sgandan keyin kesish kerak. Kesmasangiz bo'lmaydi. Kesishda ikkita yo'l bor. Bittasi jazolash yo'li, ikkinchisi esa o'ta kuchli muhabbat. Biz hozir bolalar jazolab bo'lmaydi desak xato qilamiz. Chunki bu gapni eshitgan, lekin muhabbat bermagan odam, muhabbati yo'q odam jazolab bo'lmasa ekan bolani deb. Nimagasa chunki aytishyapti-ku deb o'tirsa, bola yomon fe'l ko'rsatsam jazolab bo'lmasa ekan, jazolasam yomon bo'lar ekan desa, bu aks bo'lib qoladi. Bu yomon fe'l rivojlanib ketadi. Otasi va onasiga baqirib ketadi, boshqa bo'ladi. Agar biz jazolamash kerak desak, shunaqa bo'ladi. Agar jazolash kerak desak, bu ham noto'g'ri. Chunki jazolash kerak ekan deydi-da, bir xil o'zida ishlashni o'rniga, muhabbatni kuchaytirishni o'rniga jazolash kerak ekan deydi, faqat jazo usulini qo'ydi. Mana shuning uchun biz bu ham bo'lmasligi uchun biz kelishgan holda agar siz muhabbat hosil qila olmasangiz, yengil jazo qo'llash mumkin. Agar jazodan ko'ra eng zo'ri muhabbat. Bu yana boyagi gap. Yana kimga tushyapti? Ota-ona o'zini kuchaytirishdi. Ota-ona o'zida ishlash kerak. Ota-ona kuchli bo'lsa, farzand kuchli bo'ladi. Yana bir bor ota-onalar farzandni ayblab yoki farzand ito yoki nega men quloq soldingiz, men o'zim kuchaytirib olaylik. Nega biz ota-onalarga urg'u beramiz? Chunki ota-onalar ulg'aygan, yetuk fikrli odam. Yosh bolaga o'xshab menga bog'liq emas, bolam o'zida ayb desa, bu yosh bolani holati bo'ladi. To'g'ri. Biz hurmatlashimiz kerak degan ota-ona, yetuk ota-ona farzandini tarbiyalash va uni to'g'ri yo'lga yo'naltirishda o'zini bo'yniga oladi. O'shaning uchun ota-onaga tayanamiz. Ba'zi ota-onalar mana sof kunik qolganda, qo'lidan kontrol qila olmaydi, boshqara olmaydi. Xohlamas ketib qoladi. Solib qoladi. Do'stlar, afsuslanadi, bilmaydi. Bunday o'rganib qolganlar shu.
O'sha demak, har qanday o'rgangan odatda, ya'ni refleksda aksini shakllantirsa bo'ladi. O'shani mutaxassislardan maslahatlashsa, yo'l ko'rsatib olishadi. Qanaqa qilib bu endi yangi refleks shakllantirish mumkin. Ba'zi bir otalar, onalar bor, bolalari bilan muhabbat atmosferasida, vibe'ida hozirgi gap bilan, muhabbat vibe'ida gaplashmaydilar. Nega desangiz, o'zini uyida muhabbat muhiti bo'lmagan. Otasi bolam kel, inam petisendan men seni yaxshi ko'raman, o'tirmayotgan o'g'lim demaganda ota. Bu otadan hech qachon bu gapni eshitmagan. Qizim, o'g'lim. Onadan ham eshitmagan. Shuning uchun bu eshitmagan va bunga kimdir aytsa, xotini yoki kimdir men seni yaxshi ko'raman, men seni yaxshi ko'raman desa, "Unaqa gap gapirma, u gap gapirma, nima gap bu? Bu ham gapmi shu?" Chunki bu ko'rmagan, his qilmagan-ku, ko'tarolmaydi yuradi. O'sha gapni aytsangiz ko'tara olmaganidan, qayerga qochishni bilmaganidan gapirma bunaqa gap deydi. Va o'zi ham hech qachon gapirmagandan keyin bola bechora yana bitta shunaqa tayyorlanadi. Yana ota-ona o'zini ishlatadi. Ya ba'zi misollar o'zimni o'rtamda bo'lmagan. Dedi his qilardik. Misol mana hech qachon erkalanmaganda, ammo his qilardik shu yaxshi ko'rishlarini boshqa tomondan. Misol Chunki g'amxo'rlik qilgan narsa narsa olib beradi. mana oladiganini Yonlarida olib beradi. Ota yoshligimda o'sha muhabbat. ikkinchi sinfligimda man ko'chada ovullarga olib chiqqan edim. Misol manga unaqa ya'ni o'zi otam bilmaydi umuman. Yopiq shakllar, xarakterlari. Lekin men ochiq. Men ochiq ko'rsam. Oyis qanaqa? Oyim oshlab ochiq ko'rsam. Bo'pti-da. Ana oyim ketgan. Bitta tomondan olgansizda bu qanday quvvatda. Otamiz. Lekin otangiz unaqa bo'lgani sababi otangiz aybi yo'q. Shu oyisi ketgan. Ularda o'sha qaysidir muhitdan shuni to'g'ri deb hisoblaydi va u to'g'ri. O'sha paytga o'sha joyga to'g'ri kelgan. Endi hozir siz mana oyisidan oldingiz, o'sha boshqachasi. Buni o'zi biz hayotimizda hammamiz otamizdan, onamizdan olamizda bir narsasi. O'zimiz yana ham uni kuchaytiramiz. Keyin farzandlarimizga beramiz. Ular oladida uni yana kuchaytiradi, o'zini farzandiga beradi. Yo'q, xato emasmi? Ana o'sha rivojlanish bo'ladi. Men hozir misol farzandlarim qo'rqmaydi-da, umuman. Endi qarang, sizdan qo'rqish kerak. Shu Yaxshi qo'rqish kerak. Ha, yaxshi ko'radi. Mana misol Bo'ldi, yaxshi qo'rqish. oyisi man yo'q paytida safarga tez chiqamiz. Qaydarim ishlarkan otam kesinlikle kelganmiz. Yaxshi, Normal bo'ladi. yaxshi, to'g'ri, yaxshi. Bola otadan, onadan qo'rqish kerak emas. Hurmat qilib yashash kerak. Hurmat qilish kerak. Qo'rqish bu yaxshi narsa. Yaxshi narsa. Biz oldinlar otalarimizdan qo'rqmaganmiz. Biz ularga gapirishga botinmaganmiz. Chunki ularga gapirib ko'nglini ranjitib qo'yishdan xavotirlanganmiz. Mana shunaqa o'rgatilganmiz-da. O'shaning uchun otamizga, onamizga bunday gapirmaganmiz. Sababi qo'rqqanimizdan emas, ularni ko'nglini ranjitib qo'yishdan qo'rqqanmiz. Mana o'shaning uchun botinmaganmiz. Endi hozir mana bolalarda biz endi u paytda o'sha zamonda shu to'g'ri bo'ldi. Hozir esa boshqacha bo'lib ketyapti zamon. Hozir nega boshqacha? Chunki informatsiya ko'p. Bolalar bunday boradi, bu uyni ko'radi, internetlardan ko'radi. Qarasa u oyisi bilan dadasi bilan bunaqa gaplashib o'tirib. Oldin odamlar bir-birining uyiga shanba kuni yoki bozor kuni mehmon bo'lib, bir soat o'tirib qaytib kelgan. Uyda bo'layotgan voqealar bir-biridan xabari kam bo'lgan. Hozir bir xillar erta-kech uyini internetga qo'yib qo'ygan. Ko'ryapti, otasi bemalol buni quchoqlayotgan, peshonasini o'parkan. Otasi bilan bemalol gaplashib o'tiribdi, choy ichib. Nega biz unaqa emasmiz deydi-da. Solishtirish bo'lgandan keyin agar yer zo'rroq, bu o'ziniki yomonroq bo'lsa, bunda ichida o'sha depressiya bo'ladi. O'shaning uchun ota-onalar hozir majbur iloji boricha zamonga moslashish. Agar bu eski o'sha paytga to'g'ri kelgan va o'sha paytda to'g'ri bo'lgan va yordam bergan usulni hozir qo'llasangiz, hozir u usul noto'g'ri bo'ladi. Sonra yoz payti maruzlik kelgan paytda otam so'radi mendan, "Baba, maruzni yeysanmi?" desalar, "Yegim kelib turganda bilmayman." Bilmayman dedim. O'shaga maruz bo'lgan, qadri sig'magan. Ha, maruz yeyman. Hozir misol so'rashgacha bilmaymiz-da.
bolalarning uydan chiqayotganda dada norozimi dedi. O'zgarish umuman boshqa. Chunki ba'zi o'ylarib qolaman, keyin minus bo'lsa bo'ladimi? Endi qarang, o'zimni olib qarasak, masalan, siz otangiz tarbiyalaganda ham minuslar ko'p, pluslar ko'p. Siz tarbiyalasangiz ham minuslar ko'p, pluslar ko'p. Sizni bolalaringiz tarbiya o'tgan minuslar ko'p, pluslar ko'p. Idealniy tarbiya yo'li yo'q. Ha, Bunaqa. Значит, biz eng muhimi, siz nima qilayotgan bo'lsangiz, bolalaringizni mehrdan va yaxshi ko'rib bering. U bolalar qanday bo'lishi uxlayotganda bo'ladi. Da aytgandek bo'ladi bu. Agar kimki men tarbiyalab bolani shunday qilib qo'yaman degan bo'lsa, u o'sha Xudoni inkor qilmoqchi bo'lganlardan bittasidir. yaxshilik ham yomonlik ham o'zida. Mana bizani oliy maqsadimiz mana shu va'damizga ham abadiy sobit turaylik. Beruniy, Ibn Sino, Farabiy kabi yetuk avlod yetishtirish ustoz. Endi buni quruq gap bo'lmasligi kerak-da. Hozirgi kunda va yana kelajakda o'sha buyuk bobolarimiz qatorida o'shalarga mos bo'ladigan avlodni tarbiyalash uchun Alloh taologa nasib qilsin. Biza ham nima sabablarni qilishimiz kerak. Bilasiz? O'sha nima qilishimiz kerak? Bugungi erta ajalik ilmlangan yana shu dunyoga to'g'ri qilinadigan avlod yetishib uchun. Endi qarang, o'zi bir donishmand bilan gaplashganda, u bir misol aytib berganda aytgan, men degan o'zim ustoz bilan bir gap eshitganman. Nima debsam, meni ustozim aytgan. O'sha u odam menday bo'lganda, 20 yosh bo'lganda, uni ustozi aytgan ekan. Sizlarni baxtinglar chopdi. Biz davrimizda degan bitta kitobda, oddiy bir sunani bitta kitobini bir o'qib chiqqan odam olim hisoblanadi. Keyinchalik, endi shunaqa tushuntirib beryapti, oddiyroq. Keyinchalik biz bilimimiz oshib, hozir deydi, biz u Ibn Sinoni kitoblaridan tashqari boshqa kitoblarda o'qib deyapti donishmand. Hozir men deydi, sizni ko'rib turib deyapti, menga aytyapti. Ko'rib turib, endi ustoz deyman. Sizni ko'rib turib, men sizga qarasim kelyapti. Nega desa, sizlarda shunaqa imkoniyat bor deydi. Hozir sizlarda biliminglarni olib, meni ustozimni oldiga qo'ysak, sizlar meni oldida akademiksizlar. Chunki bilim, informatsiya shu darajadaki deydi. Solishtiradigan bo'lsak, sizlar ularda oldida akademiksizlar. Chunki bizda hammamizda hozir juda kuchli, biz hozir masalan kompyuterlar va bir narsalar tushunamiz. Bir mashinalar, bir narsalar tushunib olamiz o'zimizcha. Haligi deyarli hamma mana ko'pchilik mana svet qanday ishlashini biladi, to'g'rimi? Ya'ni bu paytdagi olimlar olim bo'lishining sababi o'sha davrga nisbatan, o'sha yerdagi aholiga nisbatan ko'proq ilm olgan. Hozir esa ilm o'ta keng tarqaldi. Hozir eng o'rtamiyona odam ham o'sha paytda olim bilan teng bo'ladi degan gapni aytyapti ustoz. Endi demak biz hozir kelajakda yana ham o'sha ularga o'xshagan o'zini davridagidaqa kuchli odam chiqishi uchun. Endi masalan biz mana tasavvur qiling, birinchi bo'lib turib elektromobilni chiqargan kompaniya. Hozir vaqt o'tib zo'r kompaniya bo'lib ketdi, to'g'rimi? Endi hozir chiqayotgan kompaniyalar qanaqa o'shanaqa bo'la oladi? Nega u kompaniya o'sha davrda chiqarib zo'r bo'lib ketdi? İlk qadam tashlaganmi? İlk qadam tashlagan. Yangi kashf. U paytda hech kim bo'lmagan, to'g'ri? Shuning uchun bular ilk qadam tashladi, zo'r bo'ldi. Hozir o'shalarni birinchi tashlagan qadamlarda qilgan kashfiyotlardan hozir endi ochilayotganlar foydalanadi, to'g'rimi? Demak, biz kelajakda o'sha birinchi ilk qadam tashlagan elektromobillar kompaniyasi hozir qanaqa rivojlangan, o'ziga xos kuchli ajrab turadigan bo'lishimiz sababi o'sha paytda atrofda hech kim qilmagan ishni birinchi qadam tashlagan bo'ldi, to'g'ri? Demak, biz hozir 15 yillardan keyin, 20 yildan keyin, 15 yillardan keyin biz tarbiyalayotgan bo'ldi. Bu yoki o'sha yagona bo'lib turish uchun hozir nima qilish kerak? Hozir hech kim o'ylamayotgan,
hech kim e'tibor qaratmayotgan va hech kimda xabari yo'q yoki xabar bo'lsa ham o'shanga qadam tashlashga qo'rqayotgan fan, yo'nalishga bularni yo'naltib borishimiz kerak. Masalan, Eynshteyn nega fizika bo'yicha juda tanilib ketgan olim bo'lgan? Chunki o'sha davrda hech kim o'rganmagan yo'nalishlar bo'lgan. Konkurensiya bo'lmagan. Zo'r shunday yangiliklar qilgan. Ana keyin Eynshteyndan keyin ochib ko'rsatib bergandan keyin odamlar o'rganishni boshladi. Demak, biz hozir qarashimiz kerak. Qaysi soha o'rganilmagan. Masalan, matematikani ichida qaysi yo'nalish chuqur o'rganilmagan, lekin qaysi yo'nalish bor shunaqa muhim yechimi yo'q. O'sha yerga muhim qaratishimiz kerak. Ana o'shanda hozirdan ular qadam tashlab o'rganib, qiynalib, qarang Eynshteyn ham, Farobiy masalan ximiya, matematika, fizika yo'nalishi bo'yicha, musiqa san'ati bo'yicha kuchli bir olim bo'lgan. Farobiy misol uchun endi Farobiyga Qozog'istonda tug'ilgan deyishadi bir qillar Afg'onistonda, Farobiyda tug'ilgan deyishadi. Kim qaysiga xohish shu ishni qiladi. Farobiylar o'sha paytda, chunki bular o'sha ko'pchilik o'rganishga vaqt qila olmagan narsalarni o'rgangan. Farobiyni olamdan o'tgandan keyin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra janozasini o'qishdan bosh tortdi. Ana keyin misol uchun Ibn Sino o'z davrida g'ayridin va dinga qarshi ish qiladigan deb e'lon qilib, unga qarshi ulamolar qarshi chiqishgan, taqiq qilishgan, haydashgan. Nega? Eynshteyn doim qo'lg'onda bo'lgan. Olimlar Eynshteynni bir tiyin deyishgan. Hamma lavozimidan mahrum qilishgan. Nega? Hali yon bilan kapalak bo'lsin. Demak, novator bo'lish kerak. Yana qayerda? Ko'pchilikga yoqmaydi. Ko'pchilikka yoqmaydi. Chunki sizlar tinchlik bizasizlar. Novator bo'lish kerak. Mana o'sha yerga urg'u bersangiz, novatorlar nega Mark Zuckerberg taniladi? Nega? Misol uchun Elon Musk. Musk tanildimi? Nega? Chunki ular novator. Hech kim qilmagan narsani yo'nalishda u o'z-o'zidan qilib ketmadi, o'rgandi o'sha. Zuckerberg bo'lish uchun qancha ishlagan, Elon Musk ham qancha ishlagan, to'g'rimi? Zamonaviylarni olib kelsak, ular o'zini yo'nalishida chuqur ishlagan. Hamma jinnimisan desa ham, bu jinni bo'lib qolmay rostdan deb o'ylagan. Jinni emasmikan deganda tekshirib ilmiy, to'g'ri, chidab, haqiqatdan amalda meni xayolim xom xayol emasmikan degan savolni berishganda, xom xayol emasligini tekshirishgan. Amalda o'xshadi xom xayol emas ekan, Xudoga shukr deb shu yo'nalishda ketgan. Qayerdagi xom xayollik bo'lsa qaytishgan. O'shaning uchun biz hozirgi bolalar nima qiladi? Men deydi bir qizlari klik programmasini yarataman. Bor klik programmasi. Yo men yaratgan zo'r bo'ladi dedi. Boshqa narsa shug'ullanaman. Bor narsa nima qilsa, yo'q, men shuni ahd qildim. Mayli, shug'ullaning, bir oydan keyin gaplashamiz. Desiz, bir oydan keyin qarasangiz, boshqa narsani o'ylayman. Oiladagi janjalni farzand kelajakda ta'sir qiladimi? Turli kelishmovchiliklar va janjallashadi, ajrashadi. Qarang, ota-ona janjallashadi-ku, bu yerda bolaga boshida ekilgan urug'ga bog'liq. Ba'zi bir janjallar bor, bolani kuchli bo'lishga turtki bo'ladi. Ba'zi bir janjallar bor, bolani zaif bo'lishga turtki bo'ladi. Masalan, oddiy misol, Schwarzeneggerda otasi rosa urgan Schwarzenegger. Rosa kamsitgan, past urgan, даже er-xotin emas. Otasi prямо bolani o'zini urgan. Lekin Schwarzenegger qanday Schwarzenegger bo'lib chiqdi? Nega? Chunki bolaning ichidagi urug' kuchli bo'ldi. Ba'zi bir xil oilalar bor, zo'r oila, mehrli oila.
Lekin bola narkoman. Nega? Urug' degan. Demak, bolaga urug' ekish san'ati. Qisqasi aytganda, ota-onalar dehqonchilikda o'rganishgan. Yana o'sha urug' ekish san'atini ota-ona bilmaydi. Hech kim o'rgatmaganda. Lekin biz hammamiz o'zimiz bilamiz. Men o'zim bilaman. Eng shu men o'zim bilaman degan gapni aytgan eng fikrlashi tor bo'lgan odamlar farzandlari bu o'zim bilaman deyish kibr, manmanlikni belgisi. O'zi bilmaydi, hech narsa o'qimaydi. Na bir odamni o'rganmagan, na bir odam biror odamga shogird tushgan yoki biron narsa o'rgangan odam borib, hech qachon o'zim bilaman degan so'zni takrorlamasa. Yana o'rganib ko'raychi der ekan. Qarang, ana shunda shunday farq olasiz bo'ladi. Bu nodon, bu dono. Demak, ota-onalarga dono bo'lishni tavsiya qilamiz. Va bugungi kunda ko'p yoshlar barvaqt misol o'zini joniga qasd qilyapti. Turli sabablardan ko'ra misol sevib qoladi, boshqa narsa. Aksar holatda sabab noma'lum. Yaqindan bilan aytib chiqdi. Sabab noma'lum. O'shanaqdan keyin muammolarni oldini olishning iloji bormi? Endi diniy tomondan aytsam, qazoni yaratuvchidan boshqa hech kim qaytara olmaydi. Agar dunyo tomonidan gaplashadigan bo'lsak, masalan, endi uni sabablari nima bo'lishi mumkin? Stress, depressiya bo'lishi mumkin. Boya aytgan gapimizda, hozir tarqaldi yangilik dedingiz-ku. Bundan 25 yil oldin ham men shu gaplarni eshitganman. Bitta bola o'zini osib qo'yibdi, bittasi o'zini yoqib yuboribdi. Meni esimda meni buvim ham aytib o'tirgan shu gapni. Falonchi, pistonchi o'zini meni yoshligimda yoqib yuborgan, bola qilgan. Demak, bu doimiy bo'layotgan jarayon. Faqat hozir massiv informatsiya kuchli bo'lgani uchun biz hammasidan xabar topmayapmiz-da. Shuning uchun bizga zo'r ko'p deb bo'lmaydi. Lekin sababi asosan bolalarda depressiyaga tushib qolishining sababi o'sha o'zini o'zi yomon ko'rib, o'ziga suiqasd qilishining sabablaridan biri. Bir sabablardan bittasi bolani o'zining ichidagi shu yomonlikni bordir. Bolani o'zida yomonlik bor shu. Nimaga qatdan kelgan, uni aniqlash kerak. Buni biz bundan deya olmaymiz. Buni aniqlash kerak. Chunki har xil faktorlardan bo'lishi mumkin. Bitta tomonlama yondashib bo'lmaydi. Ikkinchisi o'sha oila muhitidagi ta'sir bo'lishi mumkin. Bu ham har doim emas. Buni ham o'rganib chiqish kerak. Uchinchi sababi boyagi tashqi muhit. Misol uchun mana YouTube'lar, masalan, oddiy misol mana hozir YouTube'da har xil videolar ko'ryapsiz, to'g'rimi? U YouTube'ga chiqayotganlar, misol uchun hozir blogerlarda lifestyle yo'nalishini ko'rsatadigan blogerlar bor. Qimmat soatlar taqib, bunaqa kiyimlarni kiyib, ayollar bunaqasiga yuradi, $10,000 topdim, $5,000 topdim, Gucci'dan kiyimdan deydi. Uni ko'rib o'tirgan odam bezcha o'zini baholash pastga tushadi. Va u hayotda bu odam bilan bog'lanmaydi. Lekin o'zini baholash pastga tushib, o'zini yomon ko'rib, yashayotgan joyini yomon ko'rib, yana o'shani ko'raveradi-da, o'zini hayotiga qaytsa raso. Keyin yana biron bir sabablar bo'lib qoladi-da, bu depressiyaga tushib ketadi. Natijada borib o'zini o'ldirishgacha borishadi. Demak, massiv informatsiyada ham juda katta ta'sir bor. Mabodo misol o'shanaqalar ko'rayotgan bo'lsa-da, o'sha holatga tushganlar, o'shalar uchun bir kishiga bo'lsa foydali bo'ladigan umidda shularga nima deganlar siz? Nima qilishsan shu YouTube'da ko'rayotgan zo'r hayotni 99% yolg'on, yasama. Teatrda shunaqa gap bor. Mulyaj qilamiz. Haligi zo'r bitta joyda arendaga oladi. Mana bularni arendaga oladi. Bitta prodyuser keladi. Keyin deydi, men seni deydi tanitaman deydi. Bunaqalarni taqtiradi. Zo'r joyda turib oladi. Bu meni hayotim deydi. Arendaga mashinani oladi. Oldida turib oladi. Ana keyin buni YouTube'ga chiqib tarqatadi.
Ana keyin bu eshakda ishlab shuni pulini to'lash kerak. Yolg'on 90% yolg'on. Bitta, ikkita haqiqatdan ham olganda 10 ta zo'r bo'lishi mumkin. Uni zo'r bo'lishining sababi Xudo unga shuni berib sinayapti. Otasida ham emas gap, onasida ham emas gap. Uni prosta shu paytda shunaqa Xudo tug'dirib qo'ygan va buni shu orqali sinayapti. Ko'z qildimi? Endi mana men dinni bilmayman. Islom.ru saytiga kirib so'raysizlar, lekin kes kelganda aytib ketmasam bo'lmaydi. Haligi shunaqa joyi borda, biz ularga ular so'ragan narsani beramiz deydi. Ammo ularni oxirati kuyib ketdi. Do'zaxdir oxiri. Ularning joyi do'zaxdir. Siz agar moddiy narsa xohlayotgan bo'lsangiz va o'shanga rosa havasingiz kelayotgan bo'lsa, qalbingizga qo'l solib ko'ring. Shu narsalar hammasi bor deb tasavvur ko'ringda. Hamma narsasi bor. Tasavvur ko'ring. Necha kundan keyin bu sizga ichingizda, qalbingizda xotirjamlik bormi yo'q? Siz to'g'ri tasavvur qiling. Agar sizning mashinangiz bo'lsa, mashinangizga ov qiluvchilar chiqadi. Agar sizning uyingiz bo'lsa, uyingizga ov qiluvchilar chiqadi. Agar eringiz boy bo'lsa, eringizga ov qiluvchilar chiqadi. Buni ko'p ayollar biladi. Shuning uchun erini boyib ketishni xohlamaydi. Boy ayoldan so'rang, eringiz boyib ketsa nima qilardi? Hozir mana biz ko'rib turganlarda 90% ayollar aytyapti, yuradi. Demak, o'sha zo'r hayotni yolg'on targ'ibot qilayotgan narsalar uchmaslik. Misol uchun hozir Yulduz Usmonovani o'zini Yulduz Usmonovaligidan mahrum qilib bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Chunki mehnat bilan chiqadi. Mehnat teri bilan chiqadi. Uni hech kim ming ustidan suv quying yomon deb yomon qilib bo'lmaydi. Chunki mehnat bilan chiqqan va qalbdan joy egalladi. Mehnatda. Lekin lup deb chiqib qolayotganlar qanday chiqsa shunday chiqadi. O'shaning uchun mehnat bilan to'g'ri yo'l bilan eng kuchli boylik bu dunyoda. Yani odamlar bir medsinstra qariyalar uyida ishlab yurganda o'lim arafasida yotgan qariyalardan so'rab yurgan ekanda, o'ziga narsa. Siz degan ekan, mana 10 kun, 15 kun qoldi. O'ziga aytadi endi doktor. Mana shunaqa bo'lsa, nimadan afsuslanamiz desa, va qariyalar aytgan. Ko'p, 90% ni gapini unutib aytbergan. Men afsuslanadigan narsa shuki degan ekan. Yaqin insonlar men seni yaxshi ko'raman degan gapni aytmagan afsus. Nimaga xursandsiz? Nimadan rozisiz, xursandsiz desa, shu gapni aytganimdan, ayta olganlarimdan. Lekin ana palonchiga, pistonchiga ayta olmaganman. Yana nimadan afsuslansiz desa, ikkinchi o'rinda degan ekan, dunyo ko'rmaganimdan afsuslandim. Ish o'tib ketdi, dunyo ko'rmadim. Bir joyga borib kelgandim. O'sha haligacha esimda derkan. O'shanda rosa xursandman. Uchinchi o'rinda nimadan afsuslansiz desa, o'zim xohlagan kasb bilan shug'ullanmay, hayotimni pulga sotib olganimdan afsuslandim. Siz yosh avlodga yetuk bo'lib tarbiyalanishlik uchun nima maslahatlar berasiz? Xulosasi sifatida. Birinchi o'rinda urf-odatni o'rganishdi. Urf-odatni o'rganishdi. O'zimizni urf-odatni o'rganishdi. Bir. Ikkinchisi, dunyo madaniyatini o'rganishdi. Bunda tilni o'rganish hammada bo'lyapti. Dunyo madaniyatini o'rganishdi. Ya'ni engi o'zini o'rganishdi. Va ongli bo'lsin. Onglilikka urg'u berish kerak. Teran ongli bo'lsin. Har xil gaplarga, har xil yolg'onlarga, bu joylardan kelib gapirayotgan gaplarga ko'r-ko'rona ishonib ketavermish kerak. Ongli, teran fikrlash kerak. Ongli bo'lish kerak va teran fikrlash kerak. Tanqidiy fikrlash degan gap bo'lardi oldin. Hozir u gapni kimdir absolyutno sunnat qilib tashadi. Tanqidiy fikrlash yo'q, sunnat bo'lib ketgan bizda. Endi hazil qilib aytdim, tanqidiy fikrlash bo'lish kerak. Ustoz, sizga kattakon rahmat. Vaqtingizga bergan ilmlaringizga endi ochig'i siz bilan ko'proq gap so'qlardim lekin sizni ham
Avvalroq Buyurun, rahmat. Xudo xolasa bizni shahrimizga kelib, o'sha marosimlarimizga taklif qilamiz, deyarli qisqa chiqamiz so'zni. Sizlarga bir deputat o'tishlaringiz uchun bir juda ham xohladik. Kattakon rahmat. Yana shular xursand. Uyingizga baraka bersin. Sizni shogirdlaringiz ko'payib, sizning ustozlar ko'paysin. Sizlarga rahmat. Shunaqa ziyoratlar ko'p beradi. Sog' bo'ling.